Salom do'stlar, bugun siz bilan Yevropaning markazida joylashgan ajoyib davlat Polsha haqida gaplashamiz. Polsha nafaqat boy tarix, balki go'zal tabiat va rang-barang shaharlari bilan ham mashhur. Siz bilasizmi, Polsha dunyodagi eng qadimiy va madaniy boy davlatlardan biri bo'lib, ko'plab zamonaviy va tarixiy merosni birlashtiradi. Keling, Polshani birgalikda kashf qilamiz. Polsha Shimoliy Yevropada joylashgan bo'lib, g'arbda Germaniya, janubda Chexiya va Slovakiya, sharqda Ukraina va Belarus bilan chegaradosh. Poytaxti Varshava shahri. Polsha aholisi taxminan 38 million kishini tashkil qiladi. Mamlakat o'zining tarixiy merosi, go'zal tabiati va zamonaviy shaharlari bilan mashhur. Bugun biz Polsha tabiati, mashhur shaharlari, tarixiy meros, zamonaviy hayot va qiziqarli faktlar bilan tanishamiz. Polsha tabiati juda turli va go'zal. Mamlakatda o'rmonlar, daryolar, ko'llar va tog'lar mavjud. Janubiy Polshada Karpat tog'lari va Tarta tog'lari joylashgan bo'lib, u yerda sayohat qilish, tog'ga chiqish va tabiatni kuzatish uchun ajoyib sharoit mavjud. Bu tog'lar qishda chang'i va boshqa sport turlari uchun mashhur. Shimoliy Polsha Baltik dengizi bo'yida joylashgan bo'lib, bu yerda plyaj, qoya va orollar sayyohlar uchun ajoyib maskan. Polsha ko'llari, masalan, Masuriya ko'llar mintaqasi nafaqat go'zal manzaralar, balki suzish, qayiqda sayohat qilish, baliq ovlash uchun ham mashhur. Polsha o'rmonlari va milliy bog'lar bilan ham mashhur. Bu yerda ko'plab noyob qushlar va hayvonlar yashaydi. Mamlakat tabiati nafaqat sayyohlarni jalb qiladi, balki ekologik turizmni ham rivojlantiradi. Har fasl o'ziga xos rang-barang manzaralar yaratadi. Bahorda o'rmonlar yashil, yozda keng ochiq maydonlar gullar bilan bezatilgan. Kuzda esa sariq va qizil ranglar hukmron. Polshaning poytaxti Varshava shahri tarix va zamonaviylik uyg'unlashgan shahar hisoblanadi. Ikkinchi jahon urushida deyarli vayron bo'lgan Varshava bugun zamonaviy arxitekturasi, keng ko'chalar va qadimiy markazlari bilan sayyohlarni jalb qiladi. Shahar markazida joylashgan qadimiy shahar hududi UNESCO jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Krakow shahri Polshaning boshqa mashhur shahri bo'lib, tarixiy va madaniy merosi bilan tanilgan. Krakowning qadimiy qismi qal'alar va cherkovlar sayyohlar uchun katta qiziqish uyg'otadi. Bu yerda ko'plab kafelar, muzeylar va san'at galereyalari mavjud. Polsha tarixi juda boy va murakkab. Mamlakat ko'plab urushlar va siyosiy inqirozlarni boshdan kechirgan. Polsha qirollik davrida kuchli davlat bo'lgan va Yevropaning siyosiy xaritasida muhim rol o'ynagan. 18-asr oxirida esa Polsha 3 ta qo'shni davlat tomonidan bo'lingan va mustaqillikni yo'qotgan. 1918-yilda Polsha yana mustaqil bo'lgan, ammo 1939-yilda Ikkinchi jahon urushi boshlangan. Polsha madaniyati qadimiy an'analar va zamonaviylik uyg'unligini ko'rsatadi. Milliy kiyimlar, xalq raqslari, musiqa va adabiyot bugungi kunda ham saqlanib qolgan. Har yili ko'plab festival va madaniy tadbirlar o'tkazilinadi. Bu esa Polshaning tarixiy va zamonaviy madaniyatini birlashtiradi. Bugungi Polsha zamonaviy davlat sifatida rivojlangan iqtisodiy va texnologik markaz hisoblanadi. Polsha ko'plab startaplar, ilmiy markazlar va texnologik kompaniyalarni o'z ichiga oladi. Aholi raqamli texnologiyalardan faol foydalanadi. Bu esa mamlakatning zamonaviy va ilg'or ekanligini ko'rsatadi.
Shuningdek, Polsha transport tizimi va shahar infrastrukturasi yaxshi rivojlangan. Poytaxt va yirik shaharlar tramvaylar, metro va avtobus tarmoqlari bilan qulay bog'langan. Bu esa nafaqat aholining kundalik hayotini osonlashtiradi, balki sayyohlar uchun ham qulaylik yaratadi. Polsha dunyodagi eng qadimiy va tarixiy davlatlardan biri. Ko'plab qal'alar, cherkovlar va qadimiy binolar saqlab qolingan. Polsha ko'plab mashhur yozuvchilar va san'atkorlarning vatani. Mamlakatda ko'plab milliy bog'lar va tabiiy maskanlar mavjud. Ular ekologik turizmni rivojlantiradi. Polsha oshxonasi dunyo miqyosida mashhur bo'lib, pirog va bigos kabi milliy taomlar bilan tanilgan. Bugun biz Polsha haqida suhbatlashdik. Uning tabiati, shaharlarning go'zalligi, tarixiy merosi va zamonaviy hayot bilan tanishdik. Agar video yoqgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda esa boshqa qiziqarli davlatlar va ularning sirli go'zalliklari bilan tanishamiz.